Assalomu alaykum barchaga. Bizda yangi rubrika. Bu rubrikamizda o'quvchilarimizning imtihondan o'tayotgan jarayonlarini qo'yib boramiz. Kayfiyatlari qanaqa bo'ladi, hammasini birma-bir qo'yib boramiz. Agar videomiz yoqadigan bo'lsa, like bosib qo'yishni unutmang. Mana bugun Andijon imtihon markaziga keldik. Opa, qayerdan keldingiz? Namangan shahridan keldim. Aha. Ilhomchi avtotestni Instagramda kuzatib borardim. Shunga qiziqish bildirib keldim. Zo'r o'rgatishlari, bilim berishlari zo'r. Hujjatingizni bitta ko'rsating, hali pechat bosilmagan. Xudo xolasa kirib turib, nechta topasiz endi kirganingizda? Taxmin qilasiz. 20 tadan 20 turib chiqadi. 20 tadan 20 ta topaman deb taxmin qilasiz. 20 tadan topasiz, xudo xolasa. Omad topa. Xo'p. Keyingi o'quvchimiz Ozodbek ismlari. Men Andijon Xo'javod shaharchasidan keldim. Ilhomjon domlada o'qidim. Ilhomjon domlani shu dars o'tishlari, ilovalari hammasi zo'r. Sizlarga tavsiya qilaman. Xudo xolasa 20 tadan 20 turib chiqamiz. Qog'ozni ko'rsating. Bir marta oldin qilgan ekansiz. O'zingiz tayyorlanganmisiz? Ha, o'zim tayyorlanib kelganimda yiqilib ketgan. Xudo xolasa inshaalloh. Xudo xolasa kirib 20 tadan 20 ta topib chiqasiz. Chiqqaningizdan keyin yana bitta video qilamiz. Keyingi o'quvchimiz qayerdan keldingiz? Men Baliq tumanidan Mahmud Abduhayim. Hozir testda tayyorlandik. Hozir testga keldik. Xudo xolasa testdan ertaga ishlab chiqish niyatidamiz. Qog'ozni ko'rsating. Qog'ozimiz Hali umuman pechat bosilmagan. Xudo xolasa birinchisiga yashil bosiladi. Xudo xolasa. Omad. Men boshqatdan olayman. Ya boshqatdan olinmaydi bizda, bittada bo'ladi. Mana mouse centerdaman. Agar boshqa Senterli bo'lasiz. Bo'pti, ketdi ana Baliqchi tumanidan. Men Baliqchidan keldim, Davlat imtihon markaziga. Ilhom akam tayyorgarlik ko'rdik, Xudo xolasa. Xudo xolasa bittada o'tib chiqamiz inshaalloh. Qog'ozni ko'rsating. Mana pusta qog'oz. Xudo xolasa kirib, nechtadan nechta topasiz? 20 tadan 20 bitta. 20 tadan 20 bitta. Bo'ldi. Chiqqaningizdan keyin ham bitta video qilamiz. Omad. Rahmat. 2 hours later. Nima bo'ldi? Yiqildingizmi? 20 tadan 20 bitta olishdim. Qani? O, mana. 20 tadan 20 bitta. Gapiring endi, ichingizda qolib ketmasin. Gapiradi gapim yo'q, zo'r. Rahmat akamga kelinglar. Bari shu o'tgan mavzulari shu qanday o'rgatgan bo'lsa, ashlar tushadi, xudo xolasa. 20 tadan 20 bitta. Endi amaliyni bizda o'rganasizmi yo qochib ketasizmi qayerga? Amaliyni ham sizlardan, xudo xolasa. Ha. Shanbaga topshiramiz, xudo xolasa. Bo'ldi, keyin qolgan o'quvchilarni ham hozir chiqishini kutamiz. Hozir kelib qolsa, ulardan ham intervyu olib qo'yamiz. Yo, hali chiqqani yo'q. 5 minutes later. Sirasi gapiriladi. Gapiring. Mana biz Ilhomjon avtotestda o'qidik. Mana birinchi urinishda hop. Mana shu ko'rsatishim mumkin. Mana birinchi xatimiz yashil, xudo xolasa. Mana Ilhomjon avtotestga omad, Ilhomjon domla, Tadbir domlaga rahmat. O'tib oldik. Sizlarga ham tavsiya beraman, borib tayyorlanishlaringni. Onlayn kurslari ham bor bularda. Onlayn kurslari Toshkentdan, Buxoro, boshqa viloyatlardan ham borib kelib tayyorlanishadi. Ular ham olishayotganini ko'rgandim. O'zim ham endi hozir topshirib chiqqanim, xursandman. Mana birinchi topshirdim. O'zim ishlamayotgandim, mana hozir topshirib oldik. Rahmat domlalarga. Ishonsa bo'larmikan? Albatta, ishonish kerak. Testlar xuddi domlalar o'rgatgandek, domlalar ham xohlasan ichkaridagi bilan domlalar o'rgatganlar bir xil. Aytganidek oson. Kelib turib domlaning aytganini qilish kerak. Domla aytganini yashab bersa bo'ldi. Yashab bersa bo'ldi. Yashab bersa bo'ldi. Albatta. Va urib ketmasin mashina. Akalar 20 tadan 20 ta urib chiqdi. Ko'rsating, ko'rsatmasiz ishonmaydi. Mana keling. O, gap yo'q. Kelaverasizlar, tavsiya qilaman. Boshqa gapingiz yo'qmi? Bu domlani tizimi hammasi imtihonlar bilan chiroyli qilib birga-bir holatda qilingan. Xudo xolasa ishonchli, hammasi bemalol o'tishlarini kafolatlaman. Bo'ldi. Boshqa gapingiz yo'q-a yana? Bo'pti, mayli. Amaliylarda ham omad. Ha, prosta kelib yashab berish kerak xolos, domla darsida, dars o'tishida. Ularga o'quvchisi mana shu bo'laveradi. Yo'qchi. Mana opamiz ham o'tdi, ko'rsating opa. O'tdim mana. O, zo'r.
Gap yo'q. Endi taassurotlarni ayting opa endi. Taassurotlar rosa hayajonlandim. Ha. Endi bu tabiiy hol. Ilhomjonga omad, hammalariga bergan ta'limlari uchun rahmat. Sizlarga ham rahmat. Tavsiya berasizmi bu yoqqa? Tavsiya beraman. Ikkilanayotgan odamlarga kelsinmi, O'qisa, kelmasinmi? izlansa bo'ladi hamma narsa. Iloji boricha o'qish kerak ekan. Yashayversa bo'ldi ekan. Imtihon markazidan qaytyapmiz. Qalay endi taassurotlar? Imtihondan o'tib oldinglar? Gap yo'qmi? Shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, bemalol aloqaga chiqib olasizlar. Shu bilan videoni yakunladik.